boyib kelay. Bo'pti aya. Nima? Razvoli bomba bo'lyapti, qoch. Keyin esa yodvoli bomba qulagandi. Keyin esa mana shunday bo'lgan edi. Voy, endi nima qilaman? Keyin esa men bu yerni buzdim va yangi qurdim. Demak shunaqa bo'lgan ekan-da. Demak shunday bo'lgan. Soliqlar to'la. Bo'pti, mana. Tezroq. O, yaxshi. Keyingi safar bundan 2 barobar ko'p bo'lsin. Bo'pti. Salom obunachilar, bugun sizlar bilan Habibi TV va biz endi soliqlar mavzuni 2-qismda olyapmiz. Endi bizga bundaqa ota-bobomdan qolgan ayvonni ham tashlab ketishdi, mana yerda yangi itvotcha ham tashlab ketishdi. Soliqlarni yaxshi to'laganmisan deb savol-javob qilib. Mana shunaqa ekan, mana yerda go'rga o'xshab tushib ketgan ekan, ko'taga tiqib yuborishibdi. Amborni ham. Nima deylardi bu o'zi? Mana yerda kitob ham bor ekan. Kitobni ochmayapman men. Shunga hozir ochib ko'rmoqchiman obunachilar. Qani ochib ko'rsak nima deyilgan ekan? 1945 Moshniya let. Men rus tiliga tushunmayman, men ingliz tiliga tushunaman. Agar sizlar rus tilini tushunsanglar, kommentga bu yerga nima deb yozilganini yozib qoldiring. Xullas, bu 2-qism edi. Bu qisqa video bo'ldi. Hammaga xayr. Soliq mavzumiga